juda ham ko'p edi. Narxi juda ham arzon bo'lganligi uchun qizlar bir pastda mana o'sha sanoqli qolgan. Bu ko'yni poychamizni obzor qilib bermasam bo'lmaydi. Materiali 3D shtampl qizlar. Mana yaqindan ko'rsam, prям qarasanglar o'ziga tortib ketayotgandek bo'ladi. Muzdekkina, choklari toza. Yelkalari shunaqa bog'lidek, o'zingizga moslab olaverasizlar. Razmerlarimiz standart bo'lganda ham bemalol 50-razmergacha ham to'g'ri keladi. Juda ham yarashib turadi kiyganingizda. Qizlarga opalarimiz uchun ham zo'r variant. O'ranga opalarimiz ham bemalol olib uy ichiga kiyishsa bo'ladi. Shunaqa chiroyli qizlar, men borib mana fasonni juda ham sevaman. Ayniqsa men bu yelkachalari вообще chiroyli turadi deb qizlar. Bunda tortasizlar-da, bu tarafini keyin valangcha bo'lib, bunda purpurili va вообще chiroyli turadi. Tushundinglar-ku qizlar? Qiynalib ketdim tushuntiraman deb. Narxlarimiz atiga qizlar, ishoninglar, bunaqa stildagi dvoykalar brizerli sotilyapti bizda 79 ming so'mdan.